Xo'p, Photoshop dasturi nimalardan iborat interfeys bilan tanishib o'tamiz. Demak, yozuvlar qatori, menyular satri boshqa dasturlar kabi bir xil bo'ladi. Chap tomonda demak, ish qurollari paneli mana alohida olib ko'rishimiz mumkin. Buni yana shu joyga joylab qo'yishimiz ham mumkin. Endi foydalanuvchilar o'ziga qulaylik uchun xohlagan joyga joylashtirib ishlashlari mumkin bo'ladi. Ish qurollari to'plami demak chap tomonda bizda joylashgan va menyular satrini ostida shunaqangi panel bor. Bu panel har bitta ish qurolni parametrlarini, ya'ni sozlamalarini, oynasini ko'rsatadi. Bundan turli xil o'zgarishlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, har bitta ish qurol tanlaganimizda e'tibor beryapmiz, bu o'zgarib turibdi. O'sha ish qurolimizni imkoniyatlarini, undagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni ish jarayonida ko'rib o'tamiz. Demak, o'ng tomonda kichik shunaqangi panellarda, oyna panellarda biz turli xil yana o'zgarishlarni amalga oshiramiz. Masalan, mana color, ranglar to'plami, palitralar to'plami, bu ham demak shu ranglar bilan bog'liq bo'lgan demak tizimlarimiz bor. RGB, bu red, green, blue 3 ta rang. Smig bor, cyan, magenta, yellow, black. Black deyilishida mana e'tibor beryapmiz, har bitta ranglarni bosh harflari olinyapti. Smigda nima uchun oxirgi harfi K bo'lib qolgan, B emas? Ingliz tilida biz bilamiz, blue rangi ham bor, black ham bor. Ikkalasi ham B harfi bilan boshlangani uchun black so'zini, ya'ni rangni so'zdagi demak oxirgi K harfini olgan. Blue bilan blackni aralashtirib olmaslik uchun. Grayscale bu oq qora turdagi rasm va hokazo o'sha ranglarni rejimlari haqida ma'lumot beryapti bizga bu yerda. Gradient, mana gradient demak bir va bir nechta ranglarni bir-biriga kechirasizlar, bir emas, 2 va undan ortiq ranglarni bir-biriga yedirilgan holatlarni tayyor shunaqangi shablonlari mavjud. Bu shablonlardan olib biz o'zimizni ishimizda foydalanishimiz mumkin. Bularni yasab o'tirmay bizga dastur shunaqangi shablonlarni hosil qilishda yordam bergan. Mana e'tibor beryapsiz, bu panelni biz katta, kichik qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana yoniga o'tsak, bunaqangi ko'rinishda kengayadi yoki aksincha pastga, gorizontal, vertikal holatlarda bu kengayadi bu panellar. Va har bitta papkada, papka osti o'sha ya'ni strelочкалар bor. Buni ochsak, o'sha papkamiz ichidagi tayyor bizga shablonlarni variantlarini ko'rsatadi. Bulardan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, patternni ham ko'rishimiz mumkin. Pattern turli xil teksturalar. Mana teksturalarni ham ko'ramiz. Bu teksturalarni o'zimiz alohida tayyorlab olsak ham bo'ladi. Mana water, grass, trace kabi bizga teksturalarni tayyor holatida taklif qilyapti. Xo'p. Xullas, bu panellarga alohida to'xtalamiz. Har bittasini o'zini vazifasi bor. Bu ham qo'shimcha o'sha sozlamalarga, qayta o'zgarishlarga, tahrirlashlarga xizmat qiladigan kichik panellar hisoblanadi. Va bizga eng asosiysi, biz ko'p ishlaydigan panelimiz bu layers. Layers bu bilamiz qatlam degani. Photoshop dasturi shu qatlamlar bilan ishlashda bizga juda asqotadi. Qatlam nima degani? Sloy rus tilida. Demak, siz qo'lingizga bitta rasmni olasiz, u bitta qatlam. Ikkinchi yana bitta rasmni olasiz, yana bitta qatlam, ularni ustma-ust qo'yishingiz mumkin. Birini qirqib qaychi bilan ustiga ushlasangiz tagidagi rasm ko'rinadi. Xuddi shu tartibda elektron tarzda ishlatadi Photoshop. Xuddi shunday tartibda ishlanadi. Mana shu qatlamlarni ketma-ketligi, ulardagi o'zgarishlar, ulardagi boshqa funksiyalar ustiga yuklashlarimizni hammasi layers oynasida, ya'ni shu qatlam oynasida ko'rinadi bizda. Buni ish davomida ko'rib boramiz. Xo'p. Eng asosiy demak ish maydonimiz mana shu katta keng maydon. Bu maydonda biz o'sha rasmlarni olib, bu rasmlar ustida qayta ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, har doim biz mana shu mov ish qurolida bitta rasmni ikkinchi rasmga o'tkazishimiz va hokazo amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsak, AutoCAD dasturida
mov vazifasi bitta funksiyani bajaradi. 3D Max dasturida ham xuddi shunaqa. Shunga o'xshash barcha amallarni mov ish quroli bizga bajarib beradi. Xo'p, biz yangi fayl ochamiz. Yangi fayl ochishda o'ziga xos sozlamalar bor. Bu sozlamalar bilan hozir tanishib o'tamiz. Mana faylga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana menyular satridan faylga kirdik. New, open, browse in bridge, open as, open and smart object, open. Demak, bu o'sha oxirgi bor ishlatgan, foydalangan rasmlarimiz ro'yxatini ko'rsatyapti va hokazo. Ayrimlari aktiv, ayrimlari passiv turibdi. Mana e'tibor beryapmiz. Va albatta har bitta funksiyamiz ro'parasiga klaviaturamizda, ya'ni tezkor tugmalarda qisqartmalarni ko'rsatyapti. Ctrl+N tugmasi yangi ochish vazifasini bajarar ekan. Biz demak sichqonchani o'ng qo'limiz bilan ushlaydigan bo'lsak, chap qo'limizda biz tezkor tugmalardan foydalansak, ish jarayonimiz tezlashadi. Xo'p, Ctrl+N tugmasiga yuklatilgan ekan. Mana bosdik. Ctrl+N, new document, ya'ni yangi fayl ochish, ya'ni hujjat ochish. Bu yerda yuqorida menyular, yana kichkina menyular bor, e'tibor beryapmiz. Demak, recent, saved, photo, print, art and illustrator. Bularda mana e'tibor beryapmiz. Har biriga o'tganimizda o'ziga xos format turlari bizga taklif etilyapti. Mana shu taklif etilayotgan format turlarining ichidan bizga keragini olib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana mobil telefon qurilmalari uchun, mobil qurilmalari uchun, planshet qurilmalari uchun alohida standart o'lchamlarni kiritib qo'ygan. O'sha oynalarning ichida GIF, kichik GIF animatsiyalarni amalga oshirishimiz mumkin. Yo qanaqadir displeylar uchun fonlarni ishlashimiz mumkin bo'ladi. Har bittasida demak shunaqangi bizga takliflarni qilib beryapti, tayyor o'zi. Bu uchun minnatdorchilik bildiramiz dasturga, ishlab chiqaruvchilarga albatta. Recent'da e'tibor berayotgan bo'lsangiz, A4'miz bilamiz hammamiz, listimiz o'lchami 210 ga 297 o'lchamda millimetrda bo'ladi. Va uni masalan buni bitta sozlamani o'zingiz alohida sozlab, buni yana qo'shib ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi, nom berib. Saved degan joyi, ya'ni saqlangan format turlarining ichiga mana hech narsa yo'q hozir bizda, alohida o'zimiz saqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana fotoga o'tadigan bo'lsak, fotoda o'ziga xos o'lchamlar bor.